Assalomu alaykum hurmatli mening aziz kuzatuvchilarim, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga yaxshi kayfiyat. Bugungi reportajimizni kafemizda olib boryapman. Oshpazim Abdullajon bir taklif berdi. Ya'niki, Botir aka, keling biz ham KFC tayyorlaymiz dedi. Men tushunmadim. O'yladimki, bu KFC'ni aytyapti. Ya'niki xalqchilda KFC mahsulotlaridan birini. Hozir so'raychi, nima aynan tayyorlamoqchi? Abdullajon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qani do'stim ayt. Men Nima tayyorlamoqchisan KFC mahsulotlaridan? shu desangiz, Va nima uchun? nima uchunligini gapni davomida aytib ketaman. KFC demoqchi bo'lganim, o'zim KFC xonaga bordim. KFC yemoqchi bo'ldim va borganimda qaradim, tayyorlanishini o'rganib oldim. Bir qarashda o'rganib oldim, ham oson ekan. Lekin bilmadim uni qanaqangi halol qiladimi, harom qiladimi, uni biz bilmaymiz. Chunki deganda u yerda qancha tovuqlar bor. Lekin o'zimizga keladigan tovuqlar, yaxshi tovuqlar, ana shundan hozir sizga bir KFC o'zim tayyorlab bermoqchiman. Agar o'xshasa, yaxshi chiqadigan bo'lsa, mana shu o'zingiz qilgan ingredient bor-ku, mahsulotlar. Shuning davomiga men nomini bir yangilik qo'shib qo'yasiz. Bu juda yaxshi taklif. Albatta bizning mahsulotlarimiz o'zini halol sertifikatiga ega, doimo tekshiriladi, doimo hujjatlari ham bor. Shuning uchun ham biz o'z mahsulotlarimizni bemalol bizga kelgan mehmonlarga tavsiya qilamiz. Endi agarda yaxshi o'xshasa Abdullajon, buni nomini Abdullajon KFC mahsuloti deb qo'yaman-da, nima deysan? Bo'ladi, unda qilsangiz ham bo'ladi. Agar o'xshab qoladigan bo'lsa, mana shu YouTube ga olinyapti bu video. YouTube'da nima deydi? 1000 tadan o'tadigan bo'lsak, mana shu yerda qo'llanadigan barcha ingrediyentlarning sir asirlarini bir tekisda o'rgatib ketamiz. Hozir bilasiz, 600 taga yaqin obunachim bor YouTube'da. Agar 1000 tadan oshadigan bo'lsa, har kuni mana shuning nima deydi, yangi narsalarni ham qo'shib ketaveramiz. Nima dedingiz? Juda ham yaxshi. Demak, YouTube'da siz ham qadrli do'stlar, Facebook'da Abdullajonni alohida sahifasi bor. Qanaqa u sahifa? Eshqobilov Abdulloh deb chiqadi. Abdulloh Eshqobilov deb chiqadi mening sahifam. Shunda osh bola 2 mi? Qanaqa? Oshpaz. Instagramda oshpaz bola 2 qarang, mana shu yerga mana ketdi, YouTube'ni qo'ydik. Qarang, pastga qarab tursangiz, mana shu Instagramni qo'ydik. Instagramda bemalol oshpaz bola 2 deb chiqadi. Demak, vaqt o'tkazmaymiz va Abdullajon tomonidan KFC mahsulotlaridan birini tayyorlanishini kuzatamiz. Qanunda marhamat. Turmay ketaylik, tezlashtirib qilay KFC'larni. Yaxshi chiqadi lekin KFC. Turib qolmaylik deyman-da keyin.
Qani Abdullajon, o bu chiroyli bo'lib pishibdi qara. O'zi ham qizarib. Demak, bu KFC'ni sam lahm tovuq go'shtini kotlet qilib pishirding-da buni. Shunday deb tushunsa bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qanotlarini emas, o'zini. O'zini lahm go'shtini. Bismillahirrohmanirrohim. Qanday chiqdi? Ajoyib. Yotgan KFC'dan kam joyi bormi? Yo'q. Mana Lekin bunga ishonsangiz bo'ladi, o'z qo'llarim bilan tayyorladim. albatta yana buni bir marotaba o'zingizlar bajarib ko'ringlar. Yaxshi bo'lgandan keyin men xalqqa kafemizga kelayotgan xo'randalarga tavsiya qilaman. Do'stlarim, sizlarga ham tavsiyamiz shu. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, yana ko'rishguncha xayr.